Bugun sizlar bilan juda ham kerakli mavzu haqida gaplashamiz. Boy bo'lishni istasangiz, bitta odatni o'rganing. Har kuni bor narsangiz uchun shukr qiling. Chunki ko'pchilik yaxshi ishga kirsam, baxtli bo'laman deydi. Ishga kiradi, oradan bir necha oy o'tib, ishim zerikarli, zo'rg'a qatnayman deydi. Yoki shu uyni olsam juda ham baxtli bo'laman deydi. Uy oladi, keyin esa uy juda ham kichkina, siqilib ketyapman deydi va yana norozilik hissiyotida yashaydi. Maqsadlar o'zgaradi, lekin shukr qilish qobiliyati paydo bo'lmaydi. Natijada esa inson go'yoki o'zini hech narsaga erishmagandek his qila boshlaydi, kuchi kamayadi va keyingi undan ham zo'r maqsadlar sari ketishga energiyasi qolmaydi. Va men maxsus siz uchun bitta zo'r psixologik mashq qoldirmoqchiman. Siz shu mashqni har kuni qilishingiz kerak bo'ladi va shu mashqni har kuni qilsangiz, unda shukr qilish qobiliyatingiz juda ham zo'r rivojlanadi. Chunki shukr qiladigan inson bor ne'matini doimo qadrlaydi, kamroq depressiyaga tushadi va Allohning eng sevimli bandasi bo'ladi. Mashqni esa men aynan siz uchun izohlarda qoldiraman. Siz ham moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, albatta meni profilimga obuna bo'ling.